Men boshlay qolay. Mayli. Menimcha bekor keldik-ku bu yerga. Turmush qurganimizga 5 yil bo'ldi. 6 yil. 5 yoki 6 yil. Bu biz uchun mashinani texnik ko'rikdan o'tkazishdek bir gap. Ha, Diagnostika, mashina harakatlanishini sozlash, ha. ta'mirlash. Mayli. Unda mashinaning ichini ko'raylikchi. Oilangiz naqadar baxtli. Agar 10 ballgacha o'lchovda baholasangiz, 8 ball. Shoshmang, 10 ball tengsiz quvonch va shodlik, bir esa mutlaqo tushunmaslikmi yoki ich-ichingizda tug'ilgan javobni aytavering. yaxshi. Tayyormisan? Ha, 8. 8. How often do you have sex? I don't understand the question. Yeah, I'm lost. Is this a 1 to 10 thing? But because, like, is one very little or is one nothing? Because, you know, technically speaking, the 0 would be nothing. How about this week? Including the weekend? Sure. Janob Smith va Smith xonim. Qanday tanishganingizni aytib bersangiz. Kolumbiyada tanishganmiz. Bogotada 5 yil avval. 6 yil. Ha, 5 yoki 6 yil avval. Bogota, Kolumbiya. 5 yoki 6 yil avval. Tinchlikmi? Nima gap? Kimdir bir korchalonni otib ketibdi. Politsiya olg'i safarga chiqqan sayyohlarni tekshiryapti. Bir o'zingiz sayohat qilyapsizmi? Sizdan so'rayapman. Senyora, pasportingizni ko'rsating. Senyora, hujjatingizni ko'rsating. Bir o'zingizmisiz? Senyora. Yo'q. Yo. Está bien. Men bilan u está bien. Men ismim Jane. Meniki John. Tanishganimdan xursandman. Men ham. U yerda hech kim yo'q. Omadimizni bersin. Bersin. Juda soz. Raqs tushamizmi? I was patrolling the pachinko, your new model parlor in the Nefaria zone. Hanging out with insects, underducting. The CIA was on the phone. Well,
Salom. Salom. Nonushta muntazir. Qo'limdan kelgancha harakat qildim. Rahmat. Ta'mi zo'r. Sut olib kelish uchun echki sog'ishimga to'g'ri keldi. Marhamat qiling xonimlar va janoblar. Oyim qiz, omadingizni sinab ko'rmaysizmi? Sovrinni yutib olarmidingiz? Otib ko'ramizmi? Mana pulis. Qurol ushlashni bilasanmi? Shundoqmi? Shundoq. Mo'ljaliga olish kerak. Olyapman. Kulma, bo'lmasa o'ldiraman. Men otib ko'raymi? Bir olma yut oldikmi? Yangi boshlayotganlarning omadi keladi. Yana otib ko'rmoqchiman. Yana bir marta. Qayerda o'rgangansan bunaqa otishni? Yangi boshlayotganlarning omadi keladi. Esingni yig'. Axir u qiz bilan tanishganingga endi 1,5 oy bo'ldi-yu. Sevib qoldim uni. Axir aqlli, sohib jamol, ko'ngli ochiq qiz. Dedi O'tkir, gaplashsang huzur qilasan. Dunyodagi eng yaxshi qiz. Gladys bilan tanishganimizdan 2,5 yil o'tgandan keyingina turmush qurganmiz. Oila poydevori avval mustahkam do'stlikka tayanish kerak. Voqealar juda tezlashib ketmayaptimi nazaringda? Hech qachon o'ylamasdan turib biron ish qilmayman. Nima ish bilan shug'ullanarkan? Qurilish bilan. Yirik pudratchi ekan. U Oxford'dagi server ishdan chiqsa, o'shani tuzatish uchun uchib borar ekan. Kompyuterlar uchun najot farishtasi u. Bir-birimizni sevamiz. Shunisi go'zal. Yarim yilda ajrashib ketasizlar. Edi. Qo'lini so'radim uni. Nima? Uylanyapman, Edzi. Nima deding? Eshitmadim. Uylanyapman. Eshitmadim. Bo'ldi, boshqa urma uni. Shundoq ham nimalaridir aljirayapti. To'yimiz bo'lyapti. Besh yoki 6 yildan so'ng. Filtrni o'zgartirish kerak ekan. So what did you think of Dr. Wexler? His questions were a bit wishy-washy. Not the most insightful. His office is clear across town. Well, you know the 4 o'clock means we at rush hour. Not crazy about that. So that's settled then, yeah? Okay. Esingdan chiqmadimi? Kechki ovqat soat 7da. Kechikmayman. Yaxshi borib kel.
Birontasi qo'ng'iroq qilsa xo'jayinning oldidaman, tushunarlimi? Shaxsan o'zlari chaqiribdilar. Dahshat topshiriq bermoqchi ekanlar. Tasavvur qilyapsanmi? Baloni ham tasavvur qila olmaysan. Farishtam menga qahva tayyorlab ber, shakardan ko'proq sol. Tashakkur. Salom. Yo'l bo'lsin. Men haligi xo'jayin meni ko'rmoqchi ekanlar. Qarang, shundoq ham ko'rib turibdi. Bolakay, bu yerda chorak asr ishlaganlar ham bu xonani ichkaridan ko'rishmagan. Ishla. Shumi topshiriq? Endi boraver. Salom jonim. Vaqtida kelding. Yomg'ir ham ezvordi. Ha, Bog'bon o'roq mashinasini ochiqda qoldiribdi. ishlaring qalay? Chakkimas. Yangi parda sotib oldim. Rostdanmi? Ha. Xo'sh. Qalay, yoqdimi? Bir badbashara yigitdan tish tirnog'im bilan yopishib yurib oldim. U birinchi xaridor bo'luvdi, lekin men ega chiqdim. Ha, qo'yarmiding sen? Parda biroz ko'pga, shuning uchun divanni qoplamasini o'zgartirib yangi gilam sotib olish kerak. Eski pardani o'zini qoldirsak, hech nimani o'zgartirish ham kerak emas. Bu haqda gaplashgandik, esingdan chiqdimi? Ozgina sabr qilamiz deb kelishganimiz esimda. Yoqmayotgan bo'lsa qaytarib berishim mumkin. Juda soz, menga yoqmadi. Ko'nikib ketasan. Ha. Martgacha yiliga 0% emish. Xullas, ikkinchi qism. Bu safar yolg'iz o'zingiz kelibsiz. Nega qabulimga qaytdingiz? O'zim ham bilmayman. Ochiqni aytsam, xotinimni sevaman. Uni baxtli bo'lishini istayman. Yaxshilik sog'inaman. Lekin ba'zan shunday lahzalar ham bo'ladiki, azizam, chiroqni 5 daqiqa. Xo'sh, muammo nimada? O'rtamizda ulkan jarlik borday. Dildagi gapni ochiq aytmaslik ham bizni battar bir-birimizdan yiroq qilyapti. Nima deyshadi buni nomini? Turmush? Nega dildagi gapni ochiq ayta qolmaysizlar? baribir 3 ta yulduz berishibdi-ku ularga. Yangicha taommi? Biron boshqacha narsa qo'shdingmi? Shunaqami? No'xat. Ha, no'xat degin. Yashil no'xat.
Tuzni uzatib yubor. O'rtada turibdi-yu. O'rtadami? Ha, sen bilan men o'rtamizda. Nechog'lik ro'y-rost gapirasiz unga? Ancha-muncha. To'g'ri, ro'y-rost gapiraman unga, lekin meni ham o'z sirlarim bor, hamma qatori. Yo xudo. Qo'rqitib yubording-ku meni. Kechirasan. Qidirayotgandim. Biron joyga ketyapsanmi? Bir tentak shahar markazidagi yuridik firmaning serverini buzibdi. Shunga. Goldmanlarnikiga bormoqchi eding-ku. Bilaman. Xo'sh, Yetib kelaman. Xavotir olma. Tez qaytaman. Nazaringizda faqat siz o'zingiz bunday muammoga to'qnash kelgandaysiz-a? Lekin butun dunyodagi millionlab er-xotinlar shunday sinovni boshdan o'tkazishadi. tushunarli. Samolyot 1 soatdan keyin. Yaxshi. 800 ballik savol. Shaxsiy manfaat yo'lida ishxona sirini oshkor qilmaysizmi degan savolga kim yaxshisi qozonimga qaray qolay deb javob bergan? Marta Stewart. Marta Stewart. Xodimlar uchun 40 mi? O'tdim. Senga nima kerak? Kechirasiz, hojatxona qayoqqa yo'qoldi? Ming la'nat. Iye. Qarta o'ynayapsizlarmi? Begonalarni o'yinga qo'shmaymiz. Jo'na. Men ham qo'shilsam bo'ladimi? Qarshi emasmisiz? Jo'ra degan gapini eshitmadingmi? Yigitlar, qo'ysanglarchi. Sal odamshavanda bo'linglar. Naqd pulim bor. Nega yopishib olding? Zo'r to'pponcha ekan, qoyil. Mana qaranglar, pulim bor. Agar o'ynaymiz desanglar, istamaysizlarmi? Mayli, ixtiyoringiz. Begona bo'lganim uchunmi? Tushunarli. Menga qaranglar, istodimki shap-shaping zo'r ekan, qo'shni. Chekroq. Yotoqda. Mana u kursi bo'sh ekan, maylimi? Xo'sh, Omadyorning kursisi bu. qani o'sha omadyor? Hali qaytib kelmadi. Unda men o'tirib turaman, agar g'ashlik qilmasanglar. I'm too hot for you. Zo'ru. Toza kumushdan bu. Toza kumush omad emish. O'rtaga qo'y. Qoyil. Qoyil, yashavar.
Endi ehtiyot bo'linglar. $60 Bo'l, tarqat. Juda yechilib ketdi-yu. Oldik. Bo'shashma shavvos. Barakalla. Buni qara. Omadi kelyapti. Bu yana nimasi? Kechirasan Omadyor. O'yin uchun rahmat oshna. Eslab yuramiz. Omad yor senmisan? Ha, Rostdanmi? nima gap bolakay? Ish izlayapsanmi? Mana meni ishim. Past qarta ekan. You've been a bad boy. You know what happens to bad boys? They get punished. Punish me. Yomon odamlarga qurol sotib chakibsan-da. Janob Rosin. Tinchlikmi? Ko'pminikiga borish kerak u. O'lib yotibdi-yu. To'xta! Taksi. Hey, hon. Hey, baby. I didn't hear you downstairs. Yeah, I went to the sports bar. Put some money on the game. Yeah, how'd you do? I got lucky. Xush kelibsiz, qo'shnilar. Salom. Seni ko'rganimda xursandman. Salom. Uyingiz juda chiroyli ekan. Rahmat. Marhamat, ichkariga kiringlar. Paltoyingizni bering. Rahmat. Ko'ylagingiz juda ham chiroyli. Rahmat. Yuring. Ko'p chalib qolmanglar. Sigara beraymi? Yo, men chekmayman. Ha, sog'lom tanda sog' aql. Suyuzdek doim shunaqa deydi. To'g'ri aytadi. Lekin juda farishta emasdirsan, ha? Ha, endi bilasan u. Biron nima ichasizmi? Mayli, oq sharob bo'lsa, yo'q demasdim. Oq sharob. Juda soz qizlar. Oq sharob. Dadajon! Men hozir. Salom. Qalaysan, qizim? Salom yigitlar. Salom. Viski bering. Xo'p bo'ladi. Joni, ishlaring qalay? Xo'sh, sen pullaringni qayerda saqlaysan? Bor pulimni xotinimni paypog'iga yashiraman. Ha, Chakni lavozimi ko'tarildi. Qanday ajoyib. Tabriklaymiz. Endi oshxona mebelidan yana nimadir sotib olsak bo'ladi. Bu nimasi? Shu yetmay turganda. Kechirasiz, bolamni birpas ushlab tura olmaysizmi? Iltimos. Nima? Men haligi Koftamni tozalab kelmasam bo'lmaydi. Men Iltimos. mayli. Bering. Katta rahmat. Bolalar hamma narsani sezishadi. Yoqib qolding unga. Ko'ylaging juda yarashibdi. Chiroyli ekan. Rahmat.
Xayrli tong, janob Smit. Atlantada yana noxushlik. Har doimgidek. Nima ekan bu? Uchish taloningiz va taksini cheklari. Tuflab tashlang bu saqqichni. Qog'oz bering. Mehmonxona hisob kitobiyam. Tashakkur. Hushyor bo'ling, faqat tag'in yo'qotib qo'ymang. Yangi obyekt haqida ma'lumot keldi. Yaxshi Lui, ko'rib chiqaman. Xo'p, Edi shu yerdami? Eshigi yopiq emas-ku. salom og'ayni. Ishlar qalay? O'sha. Buyurtma ko'p. Oh, Jonni, seni ziyofatga taklif qilaman. Uyimga hech qanday ayollar yo'q, faqat yigitlar bo'ladi. Xotinim bilan gaplashib olishim kerak. Telefon berib turaymi? Boshingni qashishga. Maybe you want to give her a call in case you want to, decide to scratch your ass or use the head later. Make sure she thinks the Tavba. Sen onang bilan birga yashaysanmi? Ha, nima qildi? Onam tushungan zo'r ayol. Hisobot berib o'tirmayman. Kir yuvadi, uy tozalaydi, ovqat tayyorlaydi. Bekorga ko'chib o'tdim uni uyiga. I'm the dumb guy? Parol. Jon Smit. Parol qabul qilindi. Xayrli tong, Atlanta. Bir hafta ter to'kib ishlading, lekin hozir juda ham muhim topshiriq bor. Sen keraksan menga. Obyektning ismi Benjamin Dans, laqabi Tank. Idoramizga jiddiy xavf solyapti. Mudofaa vazirligining razvedka boshqarmasi xodimlariga topshirishmoqchi uni. Vertolyotga yetib qo'yishadi. Meksika chegarasidan 16 kilometr shimolroqda ro'y beradi bu. Shundoq qilki, topshiriladigan odamni o'zi bo'lmasin. Tank? Vaziyat murakkab bizda. Raqiblarimizning yagona istagi bizni g'arq qilish. Shuning uchun ham bu ish bilan shaxsan o'zing shug'ullanishingni istayman. Obyekt. Benjamin Dans. Idoraga u haqidagi bor ma'lumotni yubordim. Topshiriqni tez va toza bajarish kerak. Xo'p bo'ladi, sir. Xayrli tong. Xayrli tong. Kechagi operatsiya natijalari. Nishon yakson qilindi, obyekt hibsda. Ertaga chiqarib olamiz uni. Qurol yarog'larini olib kelishdi. Yana buyurtma bering. Eshitaman, Jess. Obyekt Benjamin Dans, laqabi Tank. Jiddiy aytyapsanmi? Ha, uni chegara orqali federal qamoqxonaga o'tkazishyapti. Operatsiyani faqat chegara yaqinida o'tkazish mumkin. Daraning sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasviri va yaqin 3 kunga ob-havo ma'lumot kerak. Soqchilar obyektni sahrodagi tashlandiq aerodromda turgan vertolyotga olib kelishadi. Hamma yoq biyday sahro. Ijozatni kutyapman. Tizim yoqildi. Ishni boshlaymiz. Uchinchi. Biz yarim yo'ldamiz. Tushundim sizni.
Nima balo bo'ldi bu? Jess, ko'ryapsanmi? Ha, operatsiyani barbod qilishga urinishmi? Tizim ishga tushib ketdi. Nima, ajal hududiga kirib kelishdimi? Ana bu tentak hamma rejamizni rasvo qildi. Harbiy emas bu. Ko'ramiz, bu asbobda qanday kuy chalsa bo'larkan. Qandaydir qurol bor qo'lida. Harbiyga o'xshaydi-yu. Oh, ming la'nat. Ovsar. Obyekt operatsiya o'tkazish hududiga kirdi. Chalki narsa emas ekan. Chatoq! Qaytamiz! Menimcha bu operatsiya payti o'zimni sezdirib qo'ydim. Senda ham shunaqa bo'lganmi? Bilishimcha bo'lmagan. Ishim chatoq endi. O'zing ko'ra oldingmi o'sha yigitni? Salpal 45 kilogramm atrofida keladi. Balki Filippindir. Yigitmi, qizmi, aniq ayta olmayman. Nima, hali qandaydir qiz seni tinchday dedimi? Shunaqa shekilli. Haqiqiy professional. Xo'sh, unda muammo emas uni topish. Bu sohada jononlar kam bo'ladi. Shirinlik yeysizmi? Nimang bor? Muzqaymoq. Muzqaymoq? Yaxshi-yu. Qanaqasi bor? Shokoladli, vanilli. Unaqa alohidasini xushlamayman. Agar ikkisini aralashtirsa, balki bir nima chiqar. To'g'rimi? Faqat sal tuzukroq sol. Harakat qilaman. Juda soz. Harakat qilarmish, eshitdingmi? Ha. Necha kilogramm chiqishidan boshqa yana biron narsa bildingmi? Laptop. Kechirasan, hatto men ham ba'zan tilingga tushuna olmay qolaman. Laptop. Tushunarli. Laptop. Uni kimligini albatta bilishim kerak. Shoshilma. Yozuvni ber. Jane. Yozuvni olib kel. Jane. Nima? Boshliq so'rayapti. Obyekt sotuvchilarning o'zida qoldi. Eshik yopilib qoldi. Xato qilishga haqqimiz yo'q bizni. Begona odam aralashdi. Guvohlarni ham qoldirmaymiz. Seni ko'rgan bo'lishi mumkin. Tartib qoidani o'zing bilasan. 48 soat muhlat senga. Ergashgan dumlarni yo'qotishing kerak. Bajonu Dulsar. Nishonimizda yangi odam. Uni kimligini aniqlaydik. Nima balo qilding buni? Gulxanni o'chirdingmi bu bilan? Yangisini sotib ol.
Avvalgi xo'jayini uchun juda qadrli ekan bu matoh. Kim ekan o'sha xo'jayini? Uni kimligini sen aytib berasanmi deb o'yladim, Gven. Nima keragi bor senga buni bilishni? Kimdir yaxshi narsani yo'qotibdi, qaytarib bermoqchiman. Salom, Fol. Salom. Xo'sh, Ko'raylik-chi. Hozir. Xotira chipi ancha kuchlisiga almashtirilgan. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Dynamics kompaniyasi tomonidan import qilingan. Chakana savdoda ham xaridorning manzilini topib berishi mumkin. To'g'ri, ismi yo'q, faqat manzili bor. Lexington ko'chasi 570, 7-qavat. A blok, New York. Bilasanmi bu joyni? A blokidagi ofislar. Aytemp xodimlar bilan ishlash bo'limi. Jane Smith. jin ursin, qanaqasiga? Qahva tayyorlab bera olmaysanmi? Jane, ering bu. Atlantadan qaytib kelibdi. Kechki ovqatni nima qildik deb so'rayapti. Kechki ovqat soat 7 ga tayyor bo'ladi deb ayt unga. Jon, kechki ovqat soat 7 da ekan. Har doimgiday. Vaqtida kelding. Har doimgiday. Qanday yoqimli syurpriz. Hayya. Nega vaqtli qaytding? Sog'indim. Men ham seni sog'indim. O'tirdikmi? Ha. Bu dabdabani sababi nima? O'zgacha sababi bor.
Qovurilgan go'shtmi? Sevgan taomim-ku. Menga ber qol. Charchagandirsan axir. Rahmat. Arzimaydi. Ishxona tinchmi? Vositachilik haqqi bilan bog'liq muammo chiqdi. Yo'q-a. Ha, shundoq. Boshqa firma bilan muhokama qilyapmiz. Lov yeysanmi? Yo'q, rahmat. Ta'mini ko'r. Menimcha hamma ishinglar joyiga tushib ketadi. Bo'lmasam-chi? Ishonaver. Eng yaxshi ko'rgan taomim. Azizam, tuzni uzatib yubora olmaysanmi? Nimadir qo'shganmiding? Atlanta tinchmi? Bu yo'lda ham ozgina muammo chiqdi. Ba'zi narsalar to'g'ri kelmayapti. Jiddiy masalami? Hayot-mamot masalasi. Sharob quyaymi? Mayli. Men tozalayman. Jane. Azizam. Jane. Jane. Shunaqa ham ahmoq bo'lamanmi? Jane. Jane. Ablah. To'xta. Yo. Yo. Tasodifan otilib ketdi. Jonim, tasodifan. Jane, hoziroq to'xtat mashinani. Jane. Bunchalik ko'nglingga yaqin olma hammasini. Bo'ldi, esimizni yig'aylik. Qahr-g'azab yarashmas ekan senga. Ming la'nat. Tinchgina gaplashib olaylik. To'xtat. Jane, to'xtatsang-chi. To'xtat. To'xta dedim. Gaplashib olishimiz kerak.
Hozir kim u? Ochsang-chi. Kim basharangni bunaqa bezab qo'ydi? Xotinim. Meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Qarang-a, shunaqami? Gledis ham meni o'ldirmoqchi bo'lgan. Faqat mashinani ayagan. Jane esa erkakcha chiqibdi. Ayol zoti erini qiynashni istaydi o'zi. Maydalab, ezg'ilab joningni oladi. Azoblansin bular deydi. Bilasanmi uni deb qanchalar qiynalganimni? Hozir esa erkin qushman. Bemalol guldan gulga qo'nib yuraveraman. Eng muhimi, boshimni hech kim qotirmaydi. Chunki onang bilan birga turasan. Chunki onam men bu dunyoda ishonadigan yagona ayol. Aql bovar qilmaydi. Nimani o'ylayotganingni bilaman. To'g'ri, xotining agar bir marta aldagan bo'lsa, istagan payt takrorlanishi mumkin bu. Axir josus bo'lgach, odamdan ma'lumot sug'urib olish kerak-ku. Lojuvard sohil, yaxtalar, shahzodalar, ular bilan yaqin bo'lish kerak. Naqadar razolat bu. Nima? Nima deding? Nima? Ering yollama qotil ekanmi? Bo'lishi mumkin emas. Nahotki Balki avval boshidan rejalari shundoq bo'lgandir. Jonini kuzatish operatsiyasi. 6 yil davomida seni kimligingni bilmoqchi bo'lishgan. Va mana endi topshiriq bajarildi. Xo'p, mayli. Xulosa qilaylik. Sevmaysanmi uni? Yo'q. Demak, o'ldirasanmi uni? Bu ishda senga teng keladigani yo'q. Rahmat. Hammasiga chek qo'yiladi shunda. Johnny, bilaman, hozir yonib turibsan, lekin bu axir men, do'sting, Eddiman. Biznikilar bu haqda hech nimani bilishmaydi. Churq etmayman. Jane'ning hamkasblari 6 yil seni ustingdan kulib yurishganini tushunaman. Nima bo'pti? Mayli. Hammasidan boplab o'chingni olasan. Tasavvur qilki, kitobni 150 beti yozib qo'yilgan. Shu 150 bet davomida Johnnyni laqillatib yurishgan, lekin yakuniy 10 betni sen o'zing yozishing mumkin. Oxirgi so'zni sen aytasan. Mirg'ib gaplashib oldik oshna. Sen bilan faxrlanaman. Olib turaman. To'g'ri fikrlayapsan? Ertalab tinchtarman. Bo'lmasamchi? Ahvoling yaxshimi? Ha, Yaxshi, xayrli tun. xayrli tun. Uni sevmayman. Xayrli tun. Xayrli tun. Xayrli tun, oyijon. Qani qizlar, ishga kirishinglar. Cho'ntaklardagi hamma narsa yaxshilab qaralsin. Qog'ozi chiqindilar bari. Nima bu? Asaloyingiz tasvirlari. Bu yerda nima qilyapsizlar deb so'rayapman. Obyekt haqidagi ma'lumotlarni qidiryapmiz. Bu xonada ishingiz tugadi. Rahmat. Ajal sizni ayirmaguncha uni sevish va e'zozlashga va'da berasizmi? Men Jon seni Jane tan mahramlikka qabul qildim va so'z beraman. Nimalar bo'lyapti o'zi, Smit xonim? Uyni tozalayapmiz. Ha. Salom qo'shni.
Voh, avval kirmagan ekanman-da. Qoyil, zo'r. Ma'qulmi? Bo'lmasam-chi? Oh, pol ham dahshat-u. Qanaqa yog'och bu? Qizil eman, Martin, qizil eman. Qoyil. Bu yil Golf Masters musobaqasida yana g'olib bo'ldingmi? Yana kelasi yil seni ham omading keladi. La'nati. La'nati. Uni ruhiy holatini to'liq o'rganib chiqish kerak. Bor imkoniyatdan foydalangan ma'qul. Telefonni eshitish, xarajatlarini kuzatish, radio to'lqini tutish. Ovozini qanday aniqlaymiz? Salom, siz Jon va Jane Smith xonadoniga qo'ng'iroq qildingiz. Hozir uyda yo'qmiz. Xabar qoldirsangiz, albatta sizga qo'ng'iroq qilamiz. U haqdagi ma'lumot arxivimizda bo'lishi kerak. Qaysi nom ostida? Jon Smith nomidami? Topamiz. Jane, Nima? topdim uni. Qayerdan? Shu yerdan. Datchiklardan biri ishlab ketdi. Qavatlarni ko'rib chiqish boshlandi. Axir ish payti meni bezovta qilmagin deb so'radim-ku. Lekin hali ham Smith xonimsan-ku. Mamlakatimizda bunaqa Smith xonimlar qancha ekan? Ehtiyot bo'l, tepkini istagan mahal bosishi mumkin, ha? Shubham yo'q. Yuraging hech qachon dov bermaydi bunga. Ogohlantiryapman. Dav bo'lishing kerak sen. Yo'q. Hoziroq. Rostdan ham meni shu gapga ko'nadi deb o'ylayapsanmi? 5 yil davomida meni yaxshiroq o'rganmabsan-da. 6 yil. Daf bo'lmayman. Hamma yoq tinch. Qaya. Esingda bo'lsin, istagan mahal. S rejasiga ko'ra evakuatsiyani boshlang. Barcha xodimlar diqqatiga. Shoshilinch evakuatsiya. Shoshilinch evakuatsiya. Shoshilinch evakuatsiya. Hamma joy-joyiga. Diqqat. O't och. Qo'rqoq tovuq. Ofsar! Uni mo'ljalga olding-ku, otolmadingmi? Jonni, shundoq ham tashvishimiz ko'p. Endi bo'shanliging tufayli tashvishimiz yana ham ko'payadi. Tinch qo'ymaydi ular seni. Meni uyimga hujum qilib ko'rishadi. Edi, undan ko'ra yordamlashvor. Arini uyasini buzding. Esingni yeb qo'yibsan. 48 soat muhlat berishgan. Yana qancha vaqting qoldi? 23 yo 22 soatmi? 18 soat, 3-4 daqiqasi ham bor. Demak 18 soatdan so'ng bizni gumdon qilishar ekanda. Edi. Oyi, hujum qilishlarini poylayapmiz biz. Sal qoldi sizni otib qo'yishimga. Iltimos xonangizdan chiqmang. Chiqmoqchi ham emasdim. Bunda yasha olmayman. Jonimga tegdi bari. O'sha iflosni gum qilishing kerak. U xotinim nima qilishni o'zim bilaman. Xotin emas, u senga dushman. Ehtimol pistirma qo'yib poydab o'tirgandir bizni. Edi. Topdim.
Xayriyat. Uyasini topdingmi ularni? Black Ball agentligi. Item kompaniyasidan qo'ng'iroq qilyapman. Yangi uy qurilishida ish qalay ketyapti? Jon jahdimiz bilan ishlayapmiz. Qo'riqlash xizmati gapiradi. Liftda muammo chiqdi, sir. Istasangiz mexanikni yuboraman. Shoshilmang, shu yer ma'qul menga. Ma'qul deysizmi? Jane. O'zingmisan, sevgilim? Birinchi ogohlantirish Jon. Tezroq daf bo'l. O'zing bilasan-ku, hech qayoqqa ketmayman. Faqat 70-qavatda liftda qamalib qolganingni unutmasang bo'lganim. Bir qadam qo'ysang, jahannam. Hali tuzoqmidi bu? 3-liftda u. Baribir qo'lingdan hech nima kelmaydi, chunki doim meni nimalarga qodirligimni sezmagansan. Qo'ysang-chi. Kimligimni tasavvur ham qila olmaysan. Nimaga qodirligimni bilmaysan ham. Qani namoyish qilindi. Bir daqiqa. Arqonga yashirincha o'rnatilgan zaryad, yana ikkitasi asosiy va qo'shimcha tormozda. To'g'rimi? Topibdi. Tushundim. Asosiy arqondagi asosiy zaryadni ham yo'q qildingmi? Xullas tezroq daf bo'l. Bo'lmasa parcha-parcha bo'lib ketasan. Yaxshi. Taslimman. Portlata qol. Nima? Bo'l, portlat. Nima portlata olmaydi deb o'ylayapsanmi? Yuraging dov bermaydi. Xo'p, mayli. 5 4 Biror nima desam? Sotib olgan pardang rasvo edi. Alvido, Jon. Nima bo'ldi? Xonima. O'zing alvido deding-ku. Jane. Xonim, bu uchrashuvimizga 3-4 ta jumla gap tayyorlab qo'ydim. Shu atrofda uchib o'tayotgandim. Liftni o'chirib kelganing uchun rahmat asalim degan. Ajoyib. Ha. Xo'sh, nima qarorga kelding? Ajrashmoqchiman. Qoyil. Aynan shu yerda qo'limni so'rading. Rosa joyini topibsan. Paltoyingizni bering, sir.
O'tirsam maylimi? Shampan vinosi, ser. Yo'q, shampan vinosi bayramlarda ichiladi. Martini bera qoling. Men boshqa ichmayman. Xo'sh, nima istaysan o'zi? O'rtamizda bir muammo chiqib qoldi, Jane. Menga o'lim tilayapsan. Meni ham sening ertangi kuning bilan ishim yo'q. Xo'sh, nima qildik? Otishamizmi? Kimni omadi kelarkin? Sharmanda bo'lish kimga ham yoqardi? Axir sen o'limingdan so'ng meni haydab yuborsa kerak. Men bilan raqsga tush. Sen raqsga tushmaysan-ku? Bu ham men to'qigan ertakning bir qismi edi, jonim. Yalqovliging ham ertakning bir qismimi? Munosabatlarimiz baxtli yakun toparmikin? Baxtli yakun uchun tuyg'ular so'nmasligi kerak. Bo'ldimi? Yo'q. Mana shunaqa gaplar, jonim. Nega turmushimiz bunaqa bo'lib ketdi? Har birimizni o'z hayotimiz bo'lgani uchunmi yoki yolg'on tufaylimi? Bir mulohazam bor. Hamma javob shunda. Eshitishga mushtoqman. Seni aybing bu. Tuhmatchisan. Oilaviy hayotga ham xuddi bajarish kerak bo'lgan navbatdagi topshiriqqa qaraganday qarading. Nima, sen unday qilmadingmi? Men bor yo'g'i bir niqob bo'lgan ekanman sen uchun. Kim bunday dedi senga? Unaqa emasmi? Men kim bo'lganman unda sen uchun? Ketishim kerak. Kechirasan. Chiqish eshigi yo'q u yerda, Jane. Ishonma, Jon, aldayapti u. Ishonma. Nimadir chiqilyaptimi, ser? Orqaga, orqaga, orqaga. Limuzin muntazir, ser. Jane Smith. Ikkinchi marta meni o'ldirmoqchi bo'lding-a? Nima kichkinagina bomba-yu? Hozir uyga boraman, u senga olib bergan hamma narsalarni yoqib yuboraman. Otni avvalroq qamchilabman-da, azizim. Tanishgan paytimiz nimani o'ylaganding? Avval sen ayt. Men seni yangi yil tongiday go'zal ekan degandim.
So'z bilan hammasini ham ta'riflab bo'lmaydi. Nega aytyapsan menga bu gaplarni? Shunchaki intiho payti ibtidoni o'ylar ekansan. Men aytdim, sen eshitding. Endi seni navbating. Men bunaqangi chiroyli yigitni mahv etishga hech topshiriq olmagan ekanman deb o'yladim. Sen uchun shunchaki ish edimi bu? Faqat ish edi. Avval boshidanmi? Sovuqqon reja edi. Ochiq gapirganing uchun rahmat. Xo'p, mayli. Bo'pti. La'nat. Hey! Salom, Jon. Salom, Bill. Tinchlikmi? Tinchlik. Ha, mayli. Aytgandek, Jon, balki sezmagandirsan, lekin mashinada piyodalar yo'lagiga chiqib ketib qolding. Rahmat, Bill. Mayli, xayrli tun. Xayrli tun. Voy la'nati. Jin ursin. Tuzukmisan sevgilim?
How's your cooking, sweetheart? That's saying something. Come on, honey. Come to dad. Who's your daddy now? Unday qilolmayman. Yo'q, qani bo'l. Bo'l. Xohlasang o'zing otaver. Salom. Qaytib keldingmi? Ha? Uyingizda tinchlikmi? Rosa taraqi turuq ovozini eshitdik. Yo'q, hammasi joyida. Rostdan ham hammasi joyidami? Ha, gap bo'lishi mumkin emas. Shunaqami? Mabodo haligi Shuji Martin, ofitserlar uyni ta'mirlayapsizlarmi deyman. Behuda vahima qilishdi-da. Yana 5 daqiqa uxlay oyi. Jane Smith, $400,000. Yaxshi taklif, lekin 500,000 dirhamiga o'rnimdan turmayman.
Jon Smith, $400,000. Chap tomondan zarbang zo'r ekan. Sen ham zo'r mushlasharkansan. Rahmat. Aslidagi ta'tilimiz esingdami? Ha, Nega o'shanda ketib qolganding? Jean-Luc Gaspar Yo, xudo. Men orzuyim edi. endi unut. Nahotki eshitmagan bo'lsang, to'yimizni 1 yilligida meni vertolyotda olib kelishgan. Yo'q. Yo'q? Eslagandek bo'lyapman. O'shanda hech nimani eshitmagandim. Men esa ranglarni ko'p ham ajrata olmayman. Men mana bu barmoqlarim bilan hech nimani his qilmayman. Uchta qovurg'a, pay cho'zilishi, quloq jarohati. Uyqungda halovat bormi? Bor. Meni ham halovatim bor. Hujumni boshlang! Ichkarida ular! Sen u yoqqa, men esa ortingdan. Qoch. Menga 48 soat muhlat berishganda seni o'ldirishim uchun. Menga ham. Yana o'zaro ishonch haqida gapira o'tiribmiz a? Nima deb o'ylading? Ayollarning qurolini xushlamayman. Masxara qilyapsanmi? Rahmat. Tushir. Ana ular!
Mashina kerak. Goldmannikini olamiz. 7 oydan beri manqalni bermayotgandi. Men tinchlik korpusida ishlamaganman. Nima? Ha, buning uchun juda hurmat qilaman seni. Bir-birimizga haqiqatni aytamiz deb bekor qilibmiz. Yo. Bunday deb o'ylamayman. Qayerda o'qigansan? Notre Dame universitetida. San'at tarixini, Yo'q, dunyo qarashimni kengaytirish uchun. Qayerda? Idoraga yosh xodimlarni olishyapti. Tayyorlagan ovqatlaring menga hech yoqmasdi. Ovqat pishirishni senga chiqarmagan. Bungacha biror marta qo'zonga yaqinlashmagandim. Restoranda ovqatlanardim. Hamma yoq yolg'on. Juda yoqadi-da shu. Izimizga tushibdi. Nima? Ming la'nat. Burilmasdan to'g'ri yur. Buni nomini quvgandan qochish deyshadi. To'g'ri yur dedim. Mashinasi rasvo ekan-u. Ana u ofsar qanday yurgan ekan bunda? Ehtiyot bo'l. Rulni menga bera qo'y. Yo'q o'zim. Ber dedim. Ber. Doim shunaqa mashinalarda yurganman. Axir uy bekasiman-ku. Mayli, kela qol. Ushla, bo'l. Hozir. Zirhli mashina bular. Ha, zirhli ekan. Rostini aytsam, avval uylangandim. Jinni bo'ldingmi? Bu nimasi? O'zing majbur qilding. Las Vegasda masligimda shunday bo'lib qolganda. Qarang-a. Bas qil. Xotin bos. Gazni bos, tez. O'sha xotining ismi sharifini ayt. O'ldirmoqchimisan? Eshigi zo'r ekan. Bilasanmi, senga faqat tanqid qilish bo'lsa bas, go'yoki o'zing doim rost gapirayotgandek. Jon meni ota-onam 5 yasharligimda halok bo'lishgan. Unda to'yimizda seni qo'lingdan tutib olib kelgan amaki kim edi? Yo'llanma aktyor. Aytuvdim-a senga, dadayni hayollar oroli tele dasturida ko'rganman deb. Bilaman. Bo'ldi, bu haqda boshqa gaplashishni istamayman.
Tayyormisan? Tayyor. Diqqat! Bo'l. Bir-birimizni qaytadan bilishni boshlaymiz shekilli endi. Shunaqa. Men ahmoq esa to'yga haqiqiy ota-onamni olib kelibman-a. Rasvo-ku, shuni ham taom deb berdinglarmi? Menga qarang, isitib bera olmaysizmi? Xonim, sizga gapiryapman. Eshityapsizmi? Qarang-a. Jonni. Xayrli tong, Eddi. Xayrli tong. Esingni yig'ib olib, ana u yolg'onchi iflosni o'ldirdingmi? Men aytyapsam? Qizishib ketdim chog'i. To'g'ri. Kechirasan. Menga qara. Seni ko'rgandan xursandman, Jane. Endi gapimni yaxshilab eshit, ozgina muammo chiqdi. Giyohvandlarning xumorini muammo desa bo'ladi. Sizlar esa o'zingizni fosh qilib qo'ydingiz. Ehtimol. Ehtimol? Butun idoramiz seni ovlashga chiqqan-u. Uni idorasi ham xuddi shundoq. Sen o'zingchi? Men o'zim? Ha, seni o'zingchi. Menga nima qilibdi? Bugungi charchoqdan zo'rg'a oyog'imni sudrab yuribman. Qolaversa mendan pul qarzsan. Demak o'ylayapsanki, baribir bir-birimizni tushunmaymiz. Unday qarama menga. Jonni juda ko'pdan beri bilaman. Shuning uchun hayotida alohida o'rnim bor. Edi, gapimni eshit. Ular uyimni portlatib yuborishdi, xotinimga o'q uzishdi. O'z idorama. Agar xotining men o'ylayotgan odamlarga ishlasa, unda ikkovingiz go'yoki ikkita yirik supermarketsizlar. Bir-biringizga ashaddiy raqib bo'lgan tashkilotlar. Gapimga tushunyapsizlarmi? Jonni, hammasi oddiy haqiqat-ku. Chegaradan chiqishingiz bilan tamom. Sizlar chiziqni u yog'idasizlar. Nechog'lik jiddiy bu? Nechog'lik jiddiy? Ha. Kanada esingdami? Buni oldida holva u. O'sha yerda ham bo'lganmiding? Hasad qilyapsanmi? Seni yanchib tashlashiga sal qoluvdi. Bu yog'iga meni ishim yo'q. Haqiqiy do'st bunaqa narsalarga aralashmaydi. Vaziyat bundoq. Agar ajrashib ketsanglar, senda imkon paydo bo'ladi. Kichkinagina, lekin imkoniyat, Jonni. Birga qolsanglar tamom. Agar ularga sizlardan ham muhimroq bo'lgan odamni topib bera olmasanglar. Topdim. Uni federal sud binosining yer ostidagi D blogida saqlashyapti. Juda qattiq qo'riqlashyapti. Harakatni ilg'aydigan har turli datchiklar, infraqizil sensorlar yordamida. Hatto biz ham u yoqqa kira olmaymiz, Jane. Bilaman. Rahmat, Jess. Omadingni bersin. Antitsiklon mamlakatning markaziy hududlari bo'ylab o'tadi. Yigitlar, balki boshqa kanalga olarsizlar-a? Nik. Iltimos, o'rningdan turib boshqa telekanalga olgin. Bilaman, og'ir ish buyurdim, tashakkur. Sizni 5 daqiqadan keyin kutamiz. Ha, bilaman. Ular yaqinlashib qolishdi. 30 soniya vaqtimiz bo'ladi. Men elektron uzaman, sen yigitni olib qochasan. Tushundingmi? Ha, albatta. Tell me, how many? Does it matter? Should I go first? Okay. I don't exactly keep count, but I would say high 50s, low 60s. Been around the block, but you know the important thing is 312. 312? How? Somewhere two at a time.
Atrofni kuzatib tur. Hamma yoqni tekshirdim. Politsiya to'lqinidan nima gap? Hech gap yo'q, kuzatib turibman. Jahling chiqmasin. Birinchi operatsiyam emas bu. Bu mavzuni yopdik-ku oxir. Ha mayli. Yaxshi. Bu yerdan chapga. Chapga, Jon. Chapga. Menga bunaqa gapirma, tushundingmi? Yumshoqroq gapir. Iltimos, chapga. Chapga yo'l yo'q. Ko'ryapsanmi? Mana chapda nima bor? Yo oldinga, yo ortga. Chapga yurishning iloji yo'q. Xo'sh, qayoqqa sudralay? Joyingdan qimirlama, men hozir. Ko'rdingmi qayerga tushib qolganimni? Ko'ryapsanmi? Xo'sh, nima gap? Hozir shoshma, shoshma. O'sha yerda bo'lib tur, chorasini topaman. Ko'rsatmamni kutib tur. Mana hozir. Tushunmayapman, nima bu? Jon, nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Ishora berishim bilan chiroqni o'chir. Bo'l. O'chir chiroqni. Jane, chiroqni o'chir. Yo'q. Yo'q chiroqni. Yo'q. Nik, qo'limdagi kishanni yech. Jane, chiroqni yo'q. Atrofni ko'rib olishim kerak. Yo xudo. Hozir. Jim bo'lsang-chi. Jim bo'l. Nik, o'chirsang-chi ovozingni. Nik, kishanni yechsang-chi. Bor ekan la'nat. Signal berishimni kutgin devdim-ku. Shart tavakkal qildim. Rejadan chetga chiqib ketding. Bir pulga qimmat reja edi. Kechamda. Ahmoqona reja. Oqilona reja. Bizni ishimizni yutuq vaziyatni his etishga bog'liq. Hamma qo'riqlash tizimlarini ishga tushirib yubordik. Vaziyatni his etishim bizga yordam berdi va topshiriqni bajardik. Yo tavba, yana o'sha gap. To'yimizni 1 yilligida ham shu ahvolida. Oyimni tug'ilgan kuni bilan tabriklash esingdan chiqqanida ham. Yolg'ondagi simonaynimi? Jamoa bo'lib ishlashga qodir emassan sen. Senga jamoa emas, itoatkor xizmatkor kerak. Menga ishonchli odam kerak. Qo'y bersa nafas olishga ham sendan ruxsat so'rasam-a? Tavba, bu nima deganing? Hammani jilovlab turishni istaysan. Kim ham ko'nardi bunga? Yaxshi, ko'nma unda. Axir to'yimiz ham haqiqiy emas edi-ku. Kimsizlar o'zi? O'chir ovozingni. Xullas, sen xotini bilan oilaviy muammolarni gaplashayotganimizga beixtiyor guvoh bo'lib qolding. Juda yomon bu. Lekin bizni bular shunchaki hazillashyapti deb o'ylasang xato qilasan. Endi bilgan narsalaringni hammasini aytib ber. Nega bizni xo'jayinlarimiz seni o'limingni istashyapti? Bilasan, azizam, iltimos. Pachakilashib o'tirasanmi? Menimcha, garovga olingan odam oldida obro'yimni tushirmaganing ma'qul. Vaziyatni noto'g'ri baholashi mumkin. Kechirasan. Xullas, nima deyotgandim? Hazillashyapti deb o'ylasam. Ovozingni o'chirib gapimni eshit. Hamma variantlarni aytib beraman senga. Birinchi variant. Mumkinmi? O'chir. Birinchi variant. Aytasan, eshitamiz. Sog' salomatsan. Ikkinchi variant. Indamay o'tiraverasan, men barmoqlaringni sug'urib olaman, majruhsan. Uchinchi variant. Oraliqdagi ba'zi narsalar o'zgarishi mumkin, lekin oqibati ma'lum, o'lasan. Benjamin, sabr toqatimizning ham chegarasi bor.
mevali kokteyl tayyorlab bera olmaysanmi? Qulupnaylimi, bilmadim. Haligi voy! Birinchi variant. Juda soz, ajoyib zarba. Nima, mazang qochdimi? Qo'llarim bog'langan axir. Cho'ntagimdagi narsani olinglar. Ular sizlarni nishonga olishgan, meni emas. Ikkovingizni ham. Ikki idorada sizlarni turmush qurganingizni eshitib, ikkingizga ham bir xil topshiriq berishga qaror qilishdi. Ikkala idoraning birgalikdagi operatsiyasi bu. Eri xotin bir-biringizni o'ldirishingizni istashgandi ular. Sen esa shunchaki xo'raysan. Menga idorada qolish uchun imkoniyat edi bu. Sizlar o'lsanglar meni ishga olishardi. Zo'ra? Nega rasmlaringni shimini cho'ntagida olib yuruvding? Nima, hoshiyaga solib qo'yishim kerakmidi? Yoqib yuborishing kerak edi. Nima, shuni ham o'qitishmaganmi? Uzr, o'sha darsda bo'lmagan ekanman. U hali ham xo'rakligicha qolmoqda. Kamaring bo'lakay. Ikki daqiqa. 1 daqiqa. Olg'a! Hech kim yo'qmi? Qo'limni yechib oringlar. Tishimni urib sindirishdi. Tovon puli to'lashadimi buning uchun? Men Lopazga yetib boraman. U yerda kemam bor. Men esa Atlaskada tog' bag'rida yashirinaman. Xo'sh, keyinchi? Bitta qochsak imkonimiz ko'proq. Keyin nima bo'lishini bilishni istamayman. O'zing nima deysan? Turmushimiz o'xshamadi, tushunaman. G'irt ahmoqona vaziyatga tushib qoldik. Lekin bir umr qochib yurishni istamayman. Shu yerda qolib kurashishni taklif qilaman. Ulardan xalos bo'lishni. Agar ketmoqchi bo'lsang, ketaver. Rahmat. Lekin hozir chiqib olishni harakatini qilaylik. Zo'r do'kon ekan.
Uchrashguncha, Jeyn. Ko'rishamiz, Jon. Noshud. Kechirasan. Keyin gaplashamiz. Nima bo'ldi? Hech nimaga tegmovdim. Qarang. Haligi pichoq uchun meni kechir. Qo'y bu gapni. Tepaga chiqaman. Ularni chalg'itib turaman. Bu tomondan ketaman, panalab tur. Xo'p. Ketdik. Ketdik.
La'nat. Nima deding? Chiqib olamiz. Bularga ehtiyot bo'l, ba'zan pand beradi. Sen chap tomondagilarni, men o'ng tarafdagilarni tinchitamiz. Qaniydi hozir lapazda seni kemangda bo'lib qolsak. Hozir yomg'ir yog'yapti u yerda. Men esa hech qayerga ketgim yo'q. Shu yer ma'qul. Sen yonimdasan. Gapirma. Patrolling the Pachinko, your new model parlor in the Nefarious zone. Hanging out with insects, underducting. The CIA was on the phone. Well, such is life. Caribo, Mondo Bongo, the flower looks good in your hair. Latino Caribo, Mondo Bongo, nobody said it was fair. Qiziq, qanday yutuqlarga erishdingiz? Turmush qalay? O'sha. Chakkimas, lekin ba'zan shunday lahzalar bo'ladiki, uni bo'g'ib qo'ygim keladi. Ammo bunga Nima xalaqit beradi? qo'lim bormaydi. Yaxshi-ku bu. Rostdanmi? Axir o'z oyog'ingizga o'zingiz bolta urmaysiz-ku. Buni turmush deydilar. Ha, nimasini aytasan? Aytganday biz uyni ta'mirladik. To'g'ri, butunlay qaytadan ta'mirladik. Hayot doim bizga yangi sinovlarni tayyorlab turadi. Sinaydi. To'g'ri aytasiz. Lekin ikkingiz birga bo'lsangiz, barcha sinovlarni yengib o'tasiz. Kim biladi deysiz? Kim biladi deysiz? Bu nima deganing? Axir har narsa bo'lishi mumkin. Kim biladimish? And do you feel that your relationship styles are more conducive to the sweet flow? Sex question. Menimcha, Shuni o'zi yetar-a?